Belki tamamlıyorsun. Belki tüm. Belki tüm de ama arkadan bakın şartı yok bir şey. Hemen konularını çıkayım diye. Az kararını da kılarız. Karayla izlerini de kılarız. Keyin gitarı ona. Rabı? Müzler kettiz. Bakli doğru. Bizden müzler kettik. Bu arada muzdayrak. Pastamanın çıkısı var. Ortalarında adam var. Fakızda kılar. Rahmat. Bahtına çok. Rahmat. Bahtına bölülük. Hop Ayza ne kılarız? Karayla. Keyin gitarı ona. Şoh bulsun mu yoki sakin mi? Sakin. Yoki şoh mu? Kıyımda yoktu. Bunda kılarız. Karayla. Şoh degenle nima qilamiz? Sokin degenle nima qilamiz? Qani? Uni xorazmlar bizga ketdi. Rahmat. Juda zo'r. Markani deb so'raganimiz yaxshi. Yo'q, bunday qilamiz. Ovozlar orqali aniqlaymiz. Shu to'g'ri bo'ladi. Shoh tarona deganlar. Ertaga gapirolmaysiz, javob. Juda baland chiqdi ovozingiz. Sokin tarona deganlar. Hozir muhabbatdan siqilgan, ezilgan, qiynalgan. Qasab ketgan, yanib ketgan, turmushga chiqib ketgan. Bir marta qarorana bilan ablah deganlar oz baqirdi. Yana bitta so'raylik. Yana bitta ketdik. Shoh tarona deganlar. Bular ko'payib qolishdi. Izimga tushdi. Bir marta qarorana ablah nima qilamiz qilib. Demak shoh tarona deyishdi. İkincisini ham. Sokin tarona deganlar. Bular ko'payib qolishdi. Esiga tushdimi ekan? Ablah bir vaqt ham xabar qilmadi. Ya, shunaqa bo'ldimi? Baxtlilar ham sokin tarona eshitadi, to'g'rimi? Ha, siqilish shart emas, to'g'rimi? Sokin tarona taqoy, hamma ish bilan, to'g'rimi? Tayyorsiz sokin taronaga? Qaranglar, hamada Instagram bor, kimda Instagram bor? Mani kim kuzatadi? Mani-chi?